Endi nima qilay ota-onamni qistov bilan uylangan bo'lsa? Menga nima deysan? Ertaga uchib boraman, tushundingmi? Bo'pti o'rtoq, keyin gaplashamiz. Xijolat bo'lmay gaplashuvdik. Men kimman sizga? Otangiz uchun shunchaki uylangan qo'g'richoqmanmi? Tushunmadim. Bu nima deganing? Hammasini eshitdim-ku. Eshitgan bo'lsang yaxshi. Endi yashirishga hech ham hojat yo'q. Men uni sevaman, tushundingmi? Ayting, kim bu? Nahotki mendan ham ortiq bo'lsa? Men senga aytayman, uni sevaman deb. Turmushdan ajragan uchun ota-onam menga olib berishmadi. Onam seni topib kelib, meni majburlab uylantirishdi. Men aybim nima edi? Sani aybing? Men seni seva olmadim. Seva olmadim deb aldamang, sevishga harakat ham qilmadingiz-ku. Xo'p, endi nima qilmoqchisiz? Buni sendan so'rash kerak. Menga qara. Men bir narsani bilaman. Men undan voz kecha olmayman. Uni chin yuragimdan sevaman. To'yimizga 3 oy bo'lgan bo'lsa, shu paytgacha menga biror marta mehr ko'z bilan qaraganingizni ko'rmadim. Bilasizmi, siz ayol kishi uchun bu qanchalik og'irligini? Menga qara. Bu gaplarni menga aytganingdan foydasi yo'q. Buni borib ota-onamga aytgin, tushundingmi? Ular aybdor shu narsaga. Chidab yashasam birga sevib qolasizmi? Yo'q. Menimcha qiyin masala. Tushunarli. Bu uyda qolsam, sirtim kulib, ichim yig'lab yashayotganman-da. Menga qara. Yashaysanmi yo'qmi o'zing bilasan. Men seni majburlab ushlab o'tirganim yo'q.